Farg'onadansiz a? Men qarayman, Farg'ona viloyati shahardan zo'r narsa topgan obunachilar, men qarang. Konditsioner xizmati 350 ming so'mga konditsionerda o'rnatib berar ekan. Aka, bizning kanalimiz nomidan siz yana ham chegirmasi bormi, usta yo'qmi? Chegirma qilib beramiz, kliplarimizga, mijozlaringizga. Xudo xolasa chegirma qilib berasiz a? Albatta. Xudo xolasa 350 ming so'mdan o'rnatyapsizlar. Buni konditsionerda olib kelsa bo'ldi. Qolgan xizmatlari o'zlaringdan a? Obunachilar mana o'ta sifatli zo'r qilib o'rnatib berar ekan. Faqat Farg'ona viloyatining o'ziga, aka. Farg'ona viloyatining o'ziga. Obunachilar buni bitgan joyini ham ko'rsatamiz. Shunday xizmatlar zarur bo'lsa, ekranda akamizni nomerlarini qoldiryapmiz. Xudo xolasa yaxshi-yaxshilarini zo'r narxlarda o'rnatib beradi. Aka, remont, ustanovka aytaverasizlar, remont qilish. Konditsioner remont, ustanovkalari barchasi qilib beraverasizlar. Undan tashqari xaladennik xizmatlari, kir moshina. Xaladennik, kir moshina xizmatlari ham bor ekan. Obunachilar, foydali kontent deb o'ylayman. Kimga shunaqa konditsioner o'rnatish kerak bo'lsa, shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, akamiz nomerini qoldirib ketamiz. Xudo xolasa bitganini ham videosini qo'yamiz.